uzoq bo'lsin. Yigilib tushsam, voy aptini demanglar, xo'p? Onajonim, assalomu alaykum. Mana shunday chiroyli farzandlarni dunyoga keltirib, oq yuvib, oq tarab, voyaga yetkazib, sarpolarini yig'ib, sandiqlarini to'ldirib, bozor uchariga ulgirib, do'konlariga yugurib, chivallariga ulgirib, voy amizlarini chaqirib, hamma ishni to'ldirib, farzandlaringiz oldida tengma-teng duoda kamarbasta bo'lib turgan mana shu hoji onamga bir guldiroz qarsakiylar bo'lsin. Bugun surpriz tavallud ayyomlari. Aytishadi, har bandani dunyoda umri bo'lsin ziyoda. Yursangiz ham piyoda, sihar bo'ling, tinch bo'ling. Dilni bossa tashvish o'y, ta'tilmidi bayram to'y. Bo'lmasangiz ham xushro'y, sihar bo'ling, tinch bo'ling. Uyda bo'lsa bulbul kam, tashvish bo'libdi shu ham, eng muhimi jon onam, sihar bo'ling, tinch bo'ling. Aqcha burangli qog'oz, shukur qiling ko'pmi oz, yashaying desangiz soz, sihar bo'ling, tinch bo'ling. Oqib tursa joningiz, qorong'u osmoningiz, voy kelsa kelsin molingiz, sihar bo'ling, tinch bo'ling. Og'zingdan tushsa ham tish, boshingga tushmasin ish, aytdim qo'ydim men darvish, sihar bo'ling, tinch bo'ling. Ey marhabo chin omad, ko'ngildagi halovat, kelgandayam qiyomat, ilohim sihar bo'ling. Sihar bo'ling, tinch bo'ling. Mana bu, mana shu bizni nomamizdan sizga. O'zim o'rgilay sizdan.